mana bugun uylarni tozalashim kerak. Qancha uxlasam ham uyquga to'ymayapman. Holim yo'q, nima qilsam ekan? Qo'shnimni chaqirsammikin? Yo'q, qo'shnimni chaqirsam butun mahallani g'iybatini qilsak qilamiz-ku, ishimiz qolib ketadi. Ol qizimsan, men bu pechenyedan yeb turgan, hozir kofe damlab kelaman. Boshlarim og'rib ketdi, nima qilsammikin deb o'ylayvergandim. Yoki opamni chaqirsammikin? Yo'q, opamning o'ziga yordam kerak-ku. Uni ustiga oyijonam ruxsat bermaydilar. Nima qildim deb o'ylayverganimdan ham miyam og'rib ketdi. Men bilan olib qo'ychi bir gap bo'lar. O'zi bu ishlar tugaydimi, yo'qmi hayronman. Hech tugamasa kerak. Dunyoning tashvishi tugasa tugaydiki, bizning uyda ish tugamaydi. Hamma yoq sochilib yotadi. Hammasini men qilishim kerak. Hamma narsaga men balogardonman. Bir bunda hech kim yordam beraman ham demaydi. Tavba qildim-e. Bo'pti, mayli. Voy, o'zimga gapirib hamma yo'lni chin-chiroq qilib tashaman-u. Ersak kofilarimning shunaqa qobiliyati bor ekan, men bo'lsam bilmay yurgan ekanman.